Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, sog'misizlar, omonmisizlar? Sizlarni bugun qo'llab-quvvatlab keltirganlaringiz uchun alohida rahmat. Bugun egadan zo'r bir sigir qacharimiz sotuvga chiqdi. Xudo xolasa yegim ichimlarni ponni 100% pisandlab eldini o'tam tashab qo'yibdi. Yana hozir yeb turibdi. Xudo xolasa. Mana endi bo'y baslarına keladigan bo'lsak, to'g'magan qachar. Bo'ylari 1.20 va orqaning 1.20 chiqadi. Yana ko'rinishlari qizil. Onun ürküp kaçıp yatadığım malımız. Arka tomondan görünüşleri yine. Malımız yine uyda xo'jalikda bakılıp duruptu. Malımıza gap bo'lishi mumkin emas. Malımız Axuna ancha so'm deymiz buni malni bahasini? 13. 11'e bitami? Telefon ursak xudo xolasa 11'e qilib berasiz. Biz agar Xorazm chorva olamini aytib kelsalar, telefon qiladilar. 11'e onlar yaqindan gelişip berasiz. Dastlabki xizmati nechga? He, telefon uradilar. Pulsalini gaplashsangiz, keyin olib borib ham beraverasiz. Mana. Og'alar, eshitdingizlar. 90 telefon 438 21 70. İşte telefon nömerlere bağlanıp bemalol ağamız bilan aloqa bog'lanib, sig'irimiz, qacharimizni savdosini qilishlaringiz mumkin. Mana molimizda gap yo'q lekin molimiz zo'r edi. Xo'jalikda boqilib turgan mollar. Olib sotardan emas, egadan. Tezlashamiz, ulgurib qolamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.